Aslidan aka 20 dan qancha o't berasiz? Xarajat ham bor ekanda aka. Menga 58 ga tushganda bo'lar ekan. O'sha menga darmon zarar bo'lib turibdi. Hozir shunga hisobda nechta mashina olib sotilganimizda hech kim foyda qildim degan hamma zarar beryapti. Chunki hamma ko'pga kelgan to'yda bu. Aslidan aka. Qo'lni bering aka. Bularning narxi shundayda. Ming savdo nima qilganimiz bilan, baland o'tganimiz bilan foydasi yo'q uni. Bu o'zi kichkina pulli narsa. Bersangiz buni aka, olib qo'shib qilmayman, 18 million so'm berib qolaman aka. 23 lab saqlay olaman aka. Ya bilaman, siz 20 ga ham berasiz, lekin 20 ga ham tortmaydi aka, to'g'ri tushuning. Xarajati bor mashina. Motorlar qanday ekan akajon? Motor aka men to'g'ri tushunmayman. Men bir 2 oy haydaganman, uyga yotganman shunda. O'sha motor yaxshiligi uchun bo'ladi. O'zi kuzovidan hamma joyga sep bo'lingan. Buni hozir biz ko'p ham aybini aytib o'tsak, sizga ham xush kelmay qoladi. Orqalari ham polni shunka bo'lgan. Ko'k bo'lgan ekan, ko'kdan qaytgan ekan. Ko'p bo'lgan olmagan. Nima deysiz, aslidan aka, barakangiz bormi? Yo'q. 20 balandlik qiladi, aslidan aka, siz 20 demoqchisiz, 20 balandlik qilar ekan aka. Ya meniki aka, chalg'imaysiz. 18 bo'ldi, hozir baraka demoqchi edingiz. Yo'q, to'g'risi 23 bera olaman. Akalar ko'ringlar, 2009-yil metan gazlari bor, polni kraska, motorlari yaxshi ekan, 1.6 gidravlika bor, 5 konditsioner. 20 million bo'lsa beraman debdilar. General davrini chiqarib beradilar. Hocam bitta narsada, endi yoshsizlar. Savdoni qilaylik, bizanki real savdo bo'ladigan. Endi bugun Akmal ukamiz kelmadilar, sog'lig'ini mazasi yo'qligi uchun. Men hozir boyagi videomda aytib o'tdim. Kommentariya Asadbek savdo qilsin yo qilmasin har xil gap gapirishadi. Lekin bir kishining sog'lig'ini yo'qotgandan keyin sal mazasi yo'qligi uchun iloji bu shogirdimiz savdo qiladi. Kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin aytib o'tamizda. Savdoni davom etadi. U telefondan o'tira olib gapirayotgan mana bu yoqqa kelib, mashina holatini ko'rib, o'shanga qarab gapirsa bo'ladi, o'tirib yozadigan o'zi biladi. Mana bu yoqqa ko'rib turgan odamlar bor, mashina olaman kelgan odamlar bor. Kimgadir mana shu mashina ma'qul. Hozir bugun savdoni Barakangiz bo'lsa, aslidan 18 million so'm beraman, o'zim 18,5 qilib sotaman. Barakangiz bormi? Mayli, 20 bo'lsa qilib beraman, lekin undan 1000 so'm tushib beraman. Ya unday demang, unday demang. Savdo, yo'q, qarang, savdoya unday bo'lmaydi. Kesib qo'ymayman unday. Men shuncha sotaman, unda 1000 so'm tushib beraman, unday gapirmang. Yo'q. Har bir insonning xayri barakasi bo'ladi. Endi men ham oldi qo'shib qilmayman, bir go'ring so'rayman, agar ma'qul kelsa bering. 19 million so'm beraman, o'zim 19,5 qilib sotaman. Rozi bo'lib bersangiz olaman aslida. So'rayapti. Mana, so'rang. Bu yana Chimo'sa 19,5 qilib bering aka. Qarang, shunday deyishingizni bilaydim. Bo'ladimi? Yo'q, Meniki emas. Bo'l. Shu mashina 19,5 sotilishini xohlaysizmi? Ha? Bo'l, men 19,5 qilib sotaman, siz 19 million so'm olasiz. U 500 ming so'm rizqim bo'ladi. Shunday deysiz bilan. Barakangiz bormi? Bor. 2009-yil Lux 5 konditsioner 19 million olindi, 19,5 sotiladi. Polni kraska, motorlari yaxshi, 1.6. Kimga bo'lsa? Kirishlari zo'r, ha? Savdoni ko'rdingiz aka, keling buyoqdan keling. Qayerdansiz aka? Qarshidan, ha? Mashina olib sotmaysizmi? Men ko'rdingiz, 19 million oldim aka, 19,5 qilib sizga beraman, 500 ming so'm ishlayman aka. Shunga rozimisiz? Aka, mashina yaxshi kunlayman. Aslida 500 ming so'm qo'yib sotdim, rozimisiz? Ha? Puldan baraka toping. Faqat asligadan generalni olib berasiz aka.